qanchalik zo'r chiqqanini ko'rinishini o'zi aytib turibdi. Ovozini ham eshitishingiz mumkin. Og'izda eriydigan kumur bo'lganini ovozidan ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Endi tayyorlanishga keladigan bo'lsak, idishga margarin, sut, tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan un solib aralashtirishni davom ettiramiz. Umuman to'xtamaslik kerak iloji boricha. Tayyor bo'lganini qozonchaga nomiga yopishgandan bilishingiz mumkin. Biroz sovutib, tuxum solib mikser qilishni boshlaymiz. Tayyor massani qopchaga solib, xuddi shu ko'rinishda davom ettiramiz. Har bir chiqqan shariklarning ustini qo'lni namlab, shunaqa qirg'izib chiqamiz. Qizib turgan pechga pishirishga yuboramiz. Kremiga yaxshi sifatli qaymoqni ko'pirtirishni boshlaymiz. Quyuqroq bo'lgandan keyin, xuddi shu holda kelgandan keyin sug'ishgan moloko solib, yana quyuq bo'lgunigacha ko'pirtirib olamiz. Massamiz xuddi shunaqa holatda bo'lishi kerak. Agar video sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Sovigan ekler ustiga krem solib yaxshilab aralashtirib, xohishga ko'ra bezatib, bemalol tanovul qilishingiz mumkin.